Hozirgi kunda elektr zaryad bilan harakatlanuvchi avtomobillar juda ommabop hisoblanadi. Masalan, hamma taniydigan Tesla va Tesla Cybertruck yoki bo'lmasa mana bu Volkswagen minibus. Bularning gavdalari qanchalik katta bo'lishidan qat'iy nazar, ular to'liq elektr zaryad bilan 500-800 km yo'lni bemalol bosib o'tadilar. Siz hech elektr toki bilan harakatlanadigan traktorlar haqida eshitganmisiz? Hammaga alangali salom, sizlar bilan Agrar Planet kanalida ana shunday traktorlarni ko'rib chiqamiz. 2017-yilning oxirlarida dunyoga mashhur bo'lgan Ford kompaniyasi o'zining E100 Vario elektr traktorini ishlab chiqaradi. Bu traktor 100% elektr toki bilan harakatlanadi. Bu traktorlarga talab juda yuqori bo'lganligi uchun 2024-yilda Ford kompaniyasi yana E107 Vario rusumli yangi modellashtirilgan traktorni ishlab chiqaradi. Tanasi nisbatan kichkinaligi, o'zidan tutun va yuqori shovqin chiqarmasligi bilan ajralib turuvchi bu traktorlar aslida shahar ko'chalari, issiqxona, uzumchilik va bog'dorchilikka moslashtirilgandir. Shunday bo'lsa-da, bu elektr traktorlardan katta-katta ekin dalalarida va chorvachilikda ham keng qo'llanilib kelmoqda. Bu traktorlar 100 kWh quvvatga ega bo'lgan batareyalar bilan jihozlangan va 100% zaryad bilan 4-7 soatgacha harakatlana oladilar. Bularni ikki xil yo'l bilan zaryadlash mumkin. Birinchisi uy sharoitida, ikkinchisi esa yo'llarda, shaharlarda joylashtirilgan avtomobillar uchun moslashtirilgan zaryadlash stansiyalarida. Traktorning ichki saloni esa juda ham komfort hisoblanadi. Yordamchi isitish, o'rindiq isitish, old va orqa oynalarning isitishi, avtomatik iqlim nazoratiga ega bo'lgan mukammal komfort hisoblanadi. Bundan tashqari, rul, shturval va tugmalarning shunday qulay joylashganligi sizning ishingizni samaradorligini kafolatlaydi. Endi esa eng qiziq joyga keldik. Bu traktorlarning narxi mendagi ma'lumotlarga qaraganda $100,000 dan $130,000 baholangan. Albatta narxlar ancha qimmat. Lekin ishonamanki, yaqin kelajakda bu kabi elektr traktorlar juda ommabop, narxlar esa hamyonbop bo'ladi. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, Agrar Planet kanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat.